Nega Yaponiyada ayrim uylar qop-qora? Bu bo'yoq emas. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sababini mutlaqo noto'g'ri tushunmaysiz. Yaponiyada qora uy ko'rsangiz, uni qora bo'yoq bilan bo'yashgan deb o'ylamang. Aslida bu rang yoqilgan yog'ochdan kelib chiqqan. Bu yog'och sugi yog'och deb ataladi. Mahalliy ustalar uy qurishda 3 ta taxtani birlashtirib, uchburchak shaklda ustun qilishadi. Ichiga esa oson yonadigan yog'och qipiqlari bilan to'ldirib, olov yoqishadi. Yoqish jarayonida yog'och doim tikka holida qo'yiladi. Xuddi morga o'xshab. Issiq havo yuqoridagi ko'tarilib, yog'och yuzasi bir tekis qizdiriladi. Yuza qismi karbonga aylangach, taxtalar ajratiladi va daraxt sovuq suv bilan sovitiladi, toki yog'och egilib yoki yorilib ketmasin. Shundan keyin cho'tka bilan usti karbon qismi olib tashlanadi va taxminan 2 mm yoqilgan qatlam qoldiriladi. Oxirida esa yog' surtiladi. Bu uni yanada suv o'tkazmas qiladi. Natijada tayyor bo'lgan qora taxtalar termitlardan himoya qiladi, namlikda chirimaydi. Endi savol, sizningcha shunday tabiiy va uzoq umrli usul bizda ham qo'llanilsa, zamonaviy uylar qanchalik o'zgargan bo'lardi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.